Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Azizbek Cherade Master Cho'ponotda 50 da joylashgan salonda menejeri bo'laman. Bugungi videoda oktyabr oyida aktual ma'lumotlarini sizga yetkazib beraman. Azizlar, birinchi o'rinda bizda nimalar bo'lyapti? Ya'ni bizani salonda, bizani o'sha salonimizda 7 Pro, 6 Pro, 8 Pro va 8 Pro Max modellarimiz, 2 Pro deysizlar, barcha modellarimiz bor. Xohlasangiz ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu spetsialniy moshina nima qilib qo'yilgan? Intriga, ya'ni qiziq bo'lish uchun kelib bizning salonimizda ko'rishingiz mumkin. Qanaqa moshinaligini sizlar uchun sovg'a bo'ladi. Bundan tashqari azizlar, bizda shu oyda, oktyabr oyida oxirigacha 7 Pro eslatib o'taman. 7 Pro va 8 Pro Max modellarimizda bepul zavodskoy gaz o'rnatib berish imkoniyati bor. O'shaning uchun oktyabrda oxirigacha ulgurib qolingizlar. Eslatib o'taman, oktyabrda oxirigacha. Ya'ni bizda sertifikat beriladi. Ustanovka qanday bo'ladi? Bizda imtiyozli kredit deysizlarmi, рассрочка deysizlarmi, barcha o'sha aktual bank tizimi ishlayapti hozircha. 17%lik, 13%lik, 5%lik, 4%lik barcha komplektatsiyalar bizda bor. Moshinalarimiz mavjud. Hattoki 7 Pro Max modellarimiz ko'p odamlar ham talab qilardi. 7 Pro Max'larda bormi? Yo'q edi. Bunaqa imkoniyatlar, рассрочка deysizlarmi, boyagi imtiyozli kreditlar yo'q edi. Hozirgi paytda kelib bor. Xo'p, mijozlarimiz kelgan paytda qizimiz kutib oladi. Bizda yana o'sha sistema, qizimizdan ro'yxatdan o'tasizlar. Qaysi menejerlar bilan gaplashgan bo'lsangiz agar, menejer topib berib sizga to'liq ma'lumotni yetkazib beradi. Va aktual narxlari bizda bor. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin va любой menejer sizga bog'lanib to'liq ma'lumotni va adreslarni sizga yetkazib beradi. Cho'ponotda 50 da joylashganmiz. Azda hisob kitobiga kelsak, endi ba'zilar рассрочкani nimalari qanday deb so'raydi. Imkoniyatlari qanday qilib рассрочка necha yilgacha bor? Рассрочкamiz azizlar 1 yildan 3 yilgacha bor. Qanaqa qilib? Boshlang'ich to'loviga qarab рассрочкani muddati cho'ziladi. 30% dan boshlanadi рассрочкani nimasi. Misol 30% to'lasangiz 1 yilga bo'ladi. Yarmi to'lasangiz 18 oyga, 60% 2 yilga, 70% to'lasangiz 3 yilga bo'ladi. Endi sizlarga konkretni, ya'ni aniq ma'lumot yetkazib beryapman. Ba'zi reklamada ko'rishlaringiz mumkin. 30% dan boshlang'ich to'lov boshlanib, o'sha 3 yilgacha deyiladi. Mijozlar chalkashlanib qoladilar. Nima degani bu deb? 30% dan boshlanadi, 1 yilga bo'ladi. Bundan tashqari 30% boshlang'ich to'lov bilan imtiyozli kredit boya deganim 17%, 13%, 21%. Bu foizlar qayerdan kelib chiqadi? Foizlar boshlang'ich to'lovingizga qarab, yiliga qarab belgilanadi. Uning uchun siz Ade Master Cho'ponotda 50 da joylashgan bizning salonimizga kelsangiz, sizning pasportingiz tekshiriladi, o'sha tekshirilib, hujjatlaringiz ko'riladi. O'shanga qarab sizga to'liq ma'lumotni bank xodimlarimiz va yoki bo'lmasa menejerlarimiz taqdim etishadi. 7 Pro ham endi ozgina shuni maqtay, shu qo'lim tegdi. 7 Pro 1.5 turbina motor mashinamiz. Endi eng ko'p sotilayotgan modellarimizdan biri. Shu yerda o'zida ikkitasi sotilgan, bittasi mana sarafanda turgan mashinalar, bu degani sotilgan mashinalar. 1.5 turbina motor bo'ladi. 145 lashatkasi, fara tumankasi LED bo'ladi, облицовкasi o'zgacha dizaynda qilingan. Bularni dizaynerlari Jaguar bilan Land Rover. Kuzovda Germaniya 60%, qattiq metal, 40% otsinkovka. 5 ключевой dostupi bor ekan. Akalar, ukalar, opa-singillar. Eko kojada qilingan. Manbirlari plastik emas, mana. Eko koja. Даже torpedalarga e'tibor bersangiz, spetsialniy zapenenniy, pena, shunaqa mягкий narsa qilingan. Bundan tashqari, ruliga ham e'tibor beringizlar, isitib berish, multi rul, oldi, orqa sidenlargacha isitib berishi bor. Va orqa deflektorlari ham mavjud. Nafas olish, qiynalmaysizlar, sovutib ham beradi. Undan tashqari, bagajiga kelsak, bagaj 450 litrda tashkil etadi. 450 litrda tashkil etadi va eng muhimi dakatka balon emas azizlar. Bu degani kichkina unaqa dakatishni balon emas, o'zini polnotsin diski va nimasi. Misol, men bemalol o'tiryapman, yopayapman, mana qismaydi, обратка ochadi. Xuddi shunaqa, endi kichkina bolalar shunaqa bo'lishi mumkin. Qisib aka bir-ikkita hodisalarni eshitganman. Bu qismaydi, mana qo'lingiz qolsa ham обратка ochadi. Bundan tashqari eng muhimi oynalari ham xuddi shunaqa. Misol, oyna yopib yotgan paytda qo'lingiz teginsa avtomatik ochadi.
bitta zatniy stopini bitta kameraga olaman, bitta yoqib ko'rsatay. Вот, задний stopi mana shunaqa полноценный yonadi. To'liq yonadi, muammo emas. Servisimizga kelsangiz, servis xodimimiz shu yerda bo'ladi. 4-5 kishi ishlaydilar. Sizga misol 5 yillik garantiya beriladi mashinamizda. Motor, kuzov, elektrik va korobkasiga javob beriladi. Undan tashqari, misol 5 yil ichida nimaiki muammo bo'lsa, o'zidan o'zi kelib chiqadigan bo'lsa, sizlar kelasizlar, bank o'sha master priyomchiklarimiz, ya'ni ustalar spesialni sizni olib kirishadi, ko'radi, mashinangizga olib kirishadi-yu, to'liq diagnostika qilinadi. Agar garantiyli holat bo'lsa, sizga bepul qilib beriladi. Bizning salonda xohlagan antiradarlar deysizlarmi, misol yog' almashtirish, fara, hamma barcha nimalari bor. Ota nima edi, zapchastlari bizda mavjud. Polikni xohlagan rangda tanlab olish imkoniyati ham bor. Parok deysizlarmi, setka, xohlagan narsangiz. Shtirda olib kelasizlar, hammasi zo'r bo'ladi. Xo'p, menejer bo'limi, servis bo'limi, showroomlarimiz, undan tashqari boyagi gazda aytganim azizlar, bu degani bizda kamida biz sentralniy avtosalon Cho'ponota 120-150 ta mashina sotamiz bir oyda ichida. O'zbekiston bo'yicha, ya'ni respublika bo'yicha birinchi o'rinda turadigan avtosalon. Men aytmoqchimanki, barcha mashinalarimizni qilib bermaymiz. Har bitta narsani boyagi sertifikatni sanoqi bo'lasiz, chegirmasi bor. Jeta sonini aytmayman, to'g'risi bu hammaga qilib berilmaydi. O'shaning uchun sizlarni ADM Astor Cho'ponota 50 da joylashgan avtosalonda kutib qolamiz. Ko'rishguncha xayr.